Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizni YouTube kanalimizni kuzatib borayotgan vatandoshlar, bugun dam olish kunidan foydalanib kommentariyalarda ko'p berilgan savollarga javob berib, bitta rolik qilib qo'ymoqchiman. Xo'p, Belorussiya to'g'risida, Belarusiyada chorvachilik va dehqonchilik haqida qo'yib borayotgan videolarimizga qiziqishlar ko'payapti. Shuning uchun davom ettiramiz. Dehqonchilik masalasini so'ragan ko'kalarimiz uchun Belarusiyada qanaqa dehqonchilikka qanaqa yo'l yo'riqlari, nima yetishtirsa bo'ladi, o'sha savollarga birin-ketin javob berib ketamiz. Xo'p, Belorussiya o'zi aslida agrar davlat hisoblanadi. Belarus yerlari asosan lalmi, ya'ni sug'ormasdan o'sha yomg'irlar bilan yetishtiriladi. Asosan kuzda ekib, yoz oxirlarida yoki kuz boshlanishida ekiladigan, shu bir yil to'liq siklda ekiladigan ekiladi. Aslida azimiy deyilgani qishlatib ekiladigan don mahsulotlari, dukkakli mahsulotlar yoki bo'lmasam ularda eng ko'p ekiladigan raps o'simligi haqida ham gapirib o'tamiz. Xo'p, Belarusiyada dehqonchilik qilish uchun yer olingandan keyin o'sha yo fermer xo'jaligi bo'ladimi yoki qanaqadir yuridik shaxs ochganingizdan keyin yer siz arendaga olasiz. Ba'zi joylarda 50 yil, ba'zi joylarda undan ko'proq bo'lishi mumkin arendasi. Xo'p, bularning talabi yerda quruq qoldirmaslik, yerda ishlatish. Xo'p, raps eng ko'p ekiladigan va eng foyda ko'p keltiradigan soha hisoblanadi Belarusiyada, lekin u 4 yilda bir marta ekilishi bilan juda ham ko'p nimasini har yili ekib bo'lmasligi sababli shu 4 yilda bir marta ekilishi kuzatiladi. Endi men shuni kuzataman, so'raganman ham. Xo'p, raps nimada ishlatiladi? Raps eng keraklisi undan yog' olishadi va undan ortiqcha undan qolgan qismini keyin boshqa nimalarda ham ishlatishib, oxirida yem, masalan, shirot, raps va shirot olinadi. Meni bilganim shu. Endi raps juda ham rapsni yetishtirish o'zini texnologiyalari bor. O'sha texnologiyalari bo'yicha yetishtirilganda undan foyda olsa bo'ladi. Uni masalan kuz oylarida ekiladi. Shu bilan qishga kirguncha unga ba'zi bir o'zini ozuqalari, abrobotkalari qilinadi. Qishga yaxshi kirib ketsa, bahorda u o'zidan ko'karishni boshlaydi va may oylarida to'liq gullaydi, sap-sariq tusga kirib, va undan keyin u o'sha dukkak hosil qilib, bizda o'sha moshga o'xshagan nimasi paydo bo'ladi-da, undan keyin o'sha mayda-mayda don hosil bo'ladi va uni tezda yig'ishtirib olishlari kerak bo'ladi. Hozirgi kunda mana iyul oxiri, avgust boshlarida o'sha raps o'rish boshlanadi. Uni kombayn boradi, kombaynga жатка qo'yiladi qanaqadir. Meni bilganim o'sha raps nima qilinadi, hosilni yig'ish uchun. Hosildorligi 20 sentnerdan 45 sentnergacha ob-havoni kelishiga qarab deyiladi. Raps yig'ishtirib olindi vaqtida. Yig'ishtirib olingandan keyin uni quritish, zernososhelniy komplekslarda quritiladi u. Agar quritilib keyinchalik sotilsa, uni bahosi yana ham oshadi deyishadi. Quritish tizimi bo'lmagan dehqonlar uni o'sha sirazi kombaynda o'rib olgandan keyin kombayndan sotishadi. Xo'p, hozirgi kunda Belorussiya davlatida rapsni belgilangan narxi 1200 belarus rubli atrofida deyishyapti. U где-то $400 atrofida bo'ladi tonnasi uchun. Agar siz nimasiga yaxshi agrotexnikasini amalga oshirib, undan 30-40 sentner hosil olsangiz, endi o'zingiz hisob kitobini chiqarib olasiz degan umiddaman.
Xo'p, raps o'riladi. Rapsdan faqat don olinadi. Uni nimasi poyasi ozuqaga ketmaydi. O'shaning uchun bu ozuqa 4 yilda bir marta ekiladi va u juda ham yerga foyda beradigan nimalari bor deyishdi. Mutaxassislar bilan, agronomlar bilan gaplashganimda, o'sha sarnyak begona o'tlarni o'ldirib, yerda ochib beradi. Undan keyin bular davomiy ekinlar, ya'ni dukkakli ekinlar ekiladi. Undan keyin rapsdan keyin masalan bug'doy, rosh, arpa, avyos va makka, mana shunaqa ekinlarni 3 yil davomida almashtirib ekishadi yoki o't, ko'p kolxozlar o't ekadi, masalan senash qilish uchun, xususan beda ham ekishlari mumkin. Mana shunaqa qilib qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishadi o'zlarini nimalari uchun. Endi bug'doy bu yoqda tritikali degan turi bor. Bilmayman qanaqa o'zbekchaga tarjima qilinadi. O'sha tritikali ekishadi ko'proq. U juda ham hosildor deyishadi. Adashmasam 70 sentnermi shunaqa deb eshitgandim. Bug'doylar ham shunaqa 50-70 sentner atrofida hosil beradi. Ular ham ko'proq azimiy qishga ekiladi va ko'p hollarda bahorgisi ham ekilishi mumkin. Arpa ham xuddi shunaqa. Arpalar ham agar ob-havo yaxshi bo'lsa 45-50 sentnerdan nima beradi, hosil beradi deyishadi. Xullas, bu qishloq xo'jaligi ekinlari, asnoviy ekiladigan ekinlarni aytib o'tdik. Keyingisi makka. Makka silos uchun ko'proq ekiladi. Makkani shunaqa chet eldan keladigan urug'lari ekiladi. Makkadan faqat asnovnoy asosan silos uchun foydalanishadi, don uchun ham foydalanishadi. Janubiy viloyatlarda makkani donga yetishtirish birmuncha qiyin bu yoqda. Ob-havo namligi va tez sovuq tushishi sababli makkani o'tgan yili masalan makka doni olish juda ham kam bo'lgan. Va ikkinchi masala uni quritish. Uni даже yetishtirganda ham makkani donini quritish ancha bir muammo hisoblanadi. Shuning uchun makka sal nimaroq, silosga ko'proq ishlatiladi. Keyin endi undan tashqari yana qanaqa dehqonchiliklarni qilish mumkin? Endi Belarusiyada asosiy kartoshka eng asosiy ekinlaridan bittasi kartoshka. Hamma o'zini hovlisiga kartoshka ekadi. Kartoshka ekmaydigan odam juda ham kam. Даже shaharda yashaydiganlarning ham dachasida kartoshka o'sadi. Kartoshka nomer 1. Xo'p, kartoshka qanaqa ekiladi? Bularda kartoshka ham inson ko'pincha traktor, texnika nimalari bilan ekiladi. Kartoshka ham sug'orilmaydi, ekiladi bahorda, faqat o'sha nimalariga qarab turiladi, kavarada juklariga qarab turiladi va nimalarini berib, o'sha kartoshkasini olishadi. U ham har yil har xil hosil beradi. Endi kartoshkani o'zingizlar bilasiz. Xo'p, kartoshkadan keyin yana nimalar ekiladi? Bu yoqda keyin sabzi ekiladi, piyoz ekiladi, chesnok ekiladi. Endi xullas sabzavotlardan hammasi ekiladi. Masalan, qizilcha buryak deyishadi. Keyin saxarni sviklar ekiladi, shakar zavotlari bor. Endi ularni hammasini qanaqa holatda yetkazib, qanaqa holatda sotishni hammasini men ma'lumotlarini bilmayman. Endi bilganimcha aytyapman. Bog'dorchilikka keladigan bo'lsak, bog'dorchilikda asosan olma yetishtiriladi bu yoqda. Men biladigan nimalar, fermerlar olmachilik bilan shug'ullanishadi. Olma juda ham yaxshi bo'ladi. Endi kimda kim olma bilan shug'ullansa, O'zbekistonda endi mutaxassislar ko'p bog'dorchilik bo'yicha. Nok bo'ladi. Endi o'shalar bilan ko'proq ishlanadi. Boshqa mevalarni endi o'zlari uchun ekishadi, lekin masshtab biznes sifatida ko'p ko'rmaganmiz. Xo'p, kimdir yana savol bergandi, asalarichilik bilan shug'ullansa bo'ladimi deb. Asalarichilik bilan ham juda ko'pchilik shug'ullanadi. Mana yuqorida aytib o'tganimdek, raps ekilgan paytda, raps may oyida gullasa, juda ham ko'p asalarilar o'sha rapsdan nima qiladi. Grechka ekiladi bu yoqda. Grechkadan ham asal olishadi. Undan tashqari o'rmonlar gullagan paytida o'rmon asallari bor, sotishadi. Xullas, asalarichilik bilan ham shug'ullanadiganlarni ko'p. Asalari bilan ham shug'ullansangiz bemalol bo'ladi. Endi Belarusiyada dehqonchilik, chorvachilik, umuman Belarusiyada biznes qilmoqchi bo'lgan insonlarga maslahatim, Belarusiyada birinchi o'rinda nima ish qilishingizdan qat'iy nazar, o'sha ishda imkoni boricha mutaxassisi bo'ling va o'sha ishda eng zo'rini qiling.
qayerda bo'lishidan qat'iy nazar biznesda o'zi shu oltin qoida. O'z ishingni ustasi bo'lsang, o'z ishingni zo'r qilsang, o'shandagina mijozlaring ko'p bo'ladi va keyinchalik xohlagan joyda xohlagan o'zingni mahsulotingni sotishga umuman qo'rqmaysan. Shuning uchun nima sohani qilishingizdan qat'iy nazar o'qib, o'sha sohani o'rganib, ilmli yoki o'sha biladigan, o'sha sohani zo'r biladigan odamlar bilan qilsangiz, tezroq natijaga erishasiz. Belarusiyada ham sharoitlar bor, O'zbekistonda ham o'sha sharoitlar bor. Endi mehnat qilib, ish qilib qilaman degan odamga hamma joyda sharoit bor. Endi unga faqat insonni o'zida nima bo'lish kerak? Harakat bo'lish kerak, sabab qilish kerak. O'zbekistondan ko'pchilik kelgan chorvador akalarimiz bilan ko'p oxirgi paytda suhbat o'tkazdik. Ko'pchilik keladi, so'raydi. Investitsiya kiritmoqchi bo'lgan odamlarning ko'pi qachon, qanchada qaytarib olaman pulimni yoki bo'lmasam qancha foyda olaman deb savol berishyapti. Bu uzoq yillik investitsiya hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaligiga investitsiya qilgan odam uni sekin-sekin rivojlantirib bundan foyda oladi. Yoki bo'lmasam qishloq xo'jaligiga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, kattaroq investitsiya qilsangiz, tezroq natijaga erishasiz. Doim qaytarib aytaman, chunki ob'yom katta bo'ladi, hamma narsangiz yetarli bo'ladi. Siz tezda bir mahsulotingizni chiqarib sotishingiz mumkin. Kam puli borlar endi ozroqdan boshlab ko'paytirib shunaqa holatga yetishi mumkin. Xullas vatandoshlar, Belarusiyada chorvachilik yoki dehqonchilik nima sohani qilmoqchi bo'lsanglar, qilsa bo'ladigan soha, faqat ozgina bilim, ko'nikma, tajriba kerak bo'ladi. Bizni kanalimizda qo'llab-quvvatlashda davom eting, like bosing, obuna bo'lib qo'ying va o'sha chorvachilik, dehqonchilikka qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ysangiz, bizni kanalimizda rivoji uchun hissa qo'shgan bo'lasiz. Biz esa sizlarga doimgidek kerakli ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Yangi videolar olish uchun motivatsiya bo'ladi. Kommentariyada savollaringizni qoldiringlar, imkoni boricha video bilan javob qaytarib turamiz. Hammalarga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.